Bugungi bizning bu namoyishimiz Xitoyning Sharq Turkistonni 70 yil ishg'ol etib davom qilib kelganligidan bu ochiq bir tarixiy haqiqat bizni har qachon reallikda tutib turyapti. Uning uchun bular yaqindan beri Xitoy 5-10 yildan beri xalqimizga qilayotgan bu umumiylik bir soyqırım, yani bütün milliy irqiy qirg'inchilikning haqiqatan chekidan eshib bunun aqli va vicdan g'ururi va insonparvarlik bir kishilik ko'z qarashi va har qanday bir odamning albatta g'azab va nafratlanmay turolmaydigan bir haqiqat. Ammo butun dunyodagi islom dunyosi va turk dunyosi jumladan dunyo insonlik to'plami bu ishlarga biroz sukut qilyapti. Ammo biz faqatla Alloh bizga yordam beradi. Allohga yo'linibla Allohning yetakligida biz bu Xitoy bilan bo'lgan bu kurashni mangu to'xtatmaymiz. Chunki Xitoy bizning 70 yildan beri xalqimizning nurg'un aldab kelganlik. Bu 70 yıldan beri Xitoyninki 15-20 yılda bir qatim çoğ ma'lum mezgil biraz siyasetin boşluq qo'yib, ma'lum mezgil xalqimizning ig'ir qirg'in va qatlam umumiylik muyda zulmni chingitib, shundaq bizni bir siqib, bir qo'yib kelganlik. Bunun sebebidan bizning ba'zi nodon xalqlarimiz, ya'ni Xitoydan ba'zi umid kutayotganlar, bugungi yuqorida ustozlarimiz degandek Xitoydan umid kutish bugungi kunda yani Xitoyning siyosati bo'shib qoladimi degandek umid qilib qolish bu imonsizlik. Chunki Xitoy bilan bo'lgan bizning bu ko'rishimiz abadiy mangu to'xtamaydigan bir ko'rish. Xitoy bundan keyin bizni qilgan qilmishlariga tavba qilib, butun Xitoy qizlarini o'g'illarga, bizning Uyg'ur o'g'illariga yatliq qilib, bizning vatan o'y zaminlarimizni oltin kumushdan qilib, bizni dunyoda eng madaniyatlik, eng boy millat qilib etsa-mu, mangu bu ko'rishni to'xtatmaymiz. Xitoy kommunist, biz musulmon. Biz Türk, Xitoydir. Bu tuproqda ya Xitoy qirilib qechib tugaydi, ya biz o'lib shahid bo'lib tugaymiz. O't bilan suv kelishmagandek, kecha bilan kunduz chiqishmagandek, bu zaminda ya Xitoy qaradi biz tugaymiz, ya biz tugaymiz, biz qaramiz Xitoy tugaydi. Demak, albatta biz qalamiz. Chunki bu tuproq bizning zaminimizdir. Alloh bizga 1000 yillik islomlashtirib, islom bilan muboraklab, sharaflantirgan ata ajdodlarimizdan tatib bu zaminda 1000 yillik islomninki davosini miras yetakchi qilib va buni davom etib kelgan bir xalq biz. Uning uchun buni abadiy bu kurashda mangu to'xtamay davom qilamiz inshaalloh. Rahmat. Alloh sizlarga